o'tkazib yubormang shu videoni. Sizga kerak bo'lmasa kimgadir kerak. O'tkazmasam bir like bosib, podpiska qo'ying. Assalomu alaykum. Parranda ishqibozlari va oltin jo'ja kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa 7-mart kuni qo'ygan jo'jalarimiz chiqdi. Badno'ga olish jarayonini sizlarga ko'rsataman. Mana shu olib keling, merab qo'yaman. 19 sutkada mana shunaqa jo'ja teshib, mana shunday chiqib olishni boshlaydi mana. Betga bunaqa arendaga olib kelgan akalar bor mana. Bularda xo'p, mana shu yerda 15 ta 16 tuxum bor. Buni отдельный mashina setga solamiz. 15 tani bitta mashinaga solinadi. O'zi bu 40 talik arzinka. Shu aralashib ketmasligi uchun 15 tani shunga solib turib, mashinani taxlab qo'yamiz. Betda akalar uzul-kesil jo'ja chiqmaydi. Bir ikkita akalarimiz aralashib ketmaydi degan. 19 sutkada hozir betdan olamiz. Mana shu teshib chiqqani emas, hammasini o'xshay. Karzinkaga olib. Bu hali inkubatorchilarda ham ishi oson emas, hammasi. Bu deydi, kechapda video qo'ydimmi, palada tuxumlarni. Shunga o'xshab. Buni ham mana olinadi, mana shu teshganlar o'zi ovoz berib qoladi. Ko'p akalar telefon qilyapti, yana bir narsani eslatib o'tay. 60 ta 70 ta inkubator olgan akalar. Nech kunda bu bizda vadno degan narsa bor. U 60 talik, 200 taliklarda vadno yo'q, o'zida 60 taliklar. Shunga ahamiyat beringlar, namligiga, boshqa narsasiga, issiqligiga. Kecha ham akamiz aytishdi bizga, nima? Tuxum chiqqan jo'jani kindigi so'rilmayapti deb. Shunaqaga namligiga xushyor bo'lib, bo'lmasam jo'ja yaxshi chiqmaydi. Buni sizlarga hammasini obzor qilgani vaqtimiz ham yetmaydi. Mana shunaqa qilib 30-35 tadan 40 tadan olib turib bu vadnoy xonamiz bo'ladi. Vadnoy shkafimizga mana shunaqa qo'yib chiqamiz. Qo'yib, namligi, harorati hammasiga qarab turiladi. 2 sutka eng qattiq jarayon bo'ladi. 2 sutka paytda uxlamaydi inkubatorlar, shuni bilib olinglar. Namlik betda psixrometr degan narsamiz bor. Ko'pchilikga aytsam tushunishi, mana shu psixrometr kompyuterdan da to'g'ri ko'rsatadi. Biz mashinga ahamiyat berib, mashinga qarab chiqaramiz. Akalar sog' bo'linglar, like, podpiska tugmasini bosib qo'ying.